Assalomu alaykum. Tajriba uz YouTube kanali kuzatuvchilari. Sizlarning kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Ushbu rolikda Indiska beginov jo'jalarni inkubatsiya bo'lgan holatini, jarayonini aytib o'taman. Qaysi rejimda, qanday rejimda bu jo'jalar ochib chiqdi, shu haqida gaplashamiz. Iloji bo'lsa ruchka daftar qilib yozib olinglar. Avvalo Xudo sababini qildik, bo'ldi. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Inkubatsion rejimi shundan iborat. Birinchi sutka 38.2, bir sutka 38.2 gradusda bo'ladi. Ikkinchi sutka 38.1, uchinchi sutka 38.38. Ikkinchi sutkadan boshlab переворот яйца, mana tuxumda aylantirish avtomatik inkubatsion rejimingizni yoqib qo'yasiz. Birinchi sutkasi tuxumda aylantirmaydi, o'sha tekis qo'ygan holatingizda turadi. Ikkinchi sutkadan aylantirishni boshlayverasiz, avtomat поворотni yoqib qo'yaverasiz. Keyin uchinchi sutkadan keyin reski 37.8 ga tushirib qo'yasiz. Shu bilan 25-kungacha 37.8 gradusda turadi. Vlajnost namligi birinchi sutkadan o'sha 25-sutkasigacha, 25 kunligigacha 60-70 namlikda bo'ladi. 60-70 namlikda bir xilda turaveradi. 65, 63, 70 namligi o'zgarmaydi. 25-sutkasidan tuxum teshishni boshlaganda gradusni 37.5 ga tushirasizlar. Bir 10 soat, 8 soat atrofida. Keyin teshish, tuxumda teshishlar ko'payib boshlaganda 37.3 ga tushirasizlar. Rovna bir sutkadan keyin ochishni boshlaydi. Teshishni boshlagandan keyin, misol uchun ertalab sahar 5 da teshishni boshlagan bo'lsa, ertasiga sahar ertalab 5 gacha deyarli pashti hammasi teshib bo'ladi tuxumini. Ochishni o'sha keyingi ertalabki sahar 5 dan boshlaydi. O'shunda gradusini 37 gradusga, namligini 70-80 qilasizlar. Bo'ldi. Shu oddiy rejimda yozib olsanglar, mana shu jo'jalar o'sha rejimda ochib chiqdi. Xudo xolasa rezultat yomon emas. 90-80% rezultat berdi. Natija oldim. 8-10 kunlari tuxumda avaskopирование qilasizlar, ya'ni o'zi qilasizlar. Urug'langan, urug'lanmaganlarni tekshirib olib, urug'lanmagan tuxumlarni olib, shu bilan qolgan tuxumlarni inkubatsion rejimda davom ettirasizlar. Shamollatishi, tuxumlarni shamollatish qanday bo'ladi? 10-kundan boshlab ertalab 20 minut, 25 minut, kech payt 20 minut, 25 minut shamollatasizlar va haligi baklajkaga suv sepib, gullarga suv sepadigan nima qilib olasizlar. 5 ming, 10 mingga beradi. Baklajkaga suv qo'yib, xona haroratida pastani bir xilda ushlaysizlar. Tuxum sovigandan keyin 20 minutida o'sha suvdan sepib qo'yasizlar nomiga pis qilib. Keyin 5 minutdan keyin qopqog'ini yopib, yana inkubatoringizni yoqib, avtopоворотini yoqib qo'yaverasiz. Namligi, gradusi hammasini aytib o'tdim, yozib olsanglar yaxshi bo'ladi. Ekranda ko'rib turgan jo'jalar sotiladi. Soni 23 ta, donasi 40 ming so'mdan. 28.05.2025-yili ochib chiqdi jo'jalar, 2 kunlik. Manzil Shahrixon tumani, Do'stlik MFY. Agar uydan kelib olib ketadigan bo'lsa, narxi 30 ming so'mdan. Dastavka ichida 40 ming so'mdan butun vodiy bo'ylab minimalniy zakaz 10 dona. 10 donadan kam zakazga dastavka qo'shiladi. Sotuv muddati 05.06.2025-yilgacha. Telefon raqam 95 390 04 03.
390 04 03 95lik. Obunachilarimiz soni kundan kunga juda ham tez ravishda ko'payib bormoqda. Layklar, podpishkalar hammasi uchun barchalarga kattakon rahmat. Hammanglar xonadoninglarga tinchlik, xotirjamlik, baxt, saodat tilab qolaman. Assalomu alaykum.